Mani ismim Alisher Alimov va men Azma Finance, KSP va Muna Media degan korxonalarning asoschisi bo'laman. Keling bitta aytib beraman. Azma Finance bu tadbirkorlarga hisobotlarni va soliqlarni avtomatlashtirilgan maxsus programma. Ya'ni siz tadbirkor bo'lib turib, hech qanaqa buxgalter ishga olishingiz shart emas. O'zingiz ham bu buxgalteriya soliqlarni o'rganishingiz shart emas. Shunchaki bizning xizmatimizga ulanasiz, u avtomatik holatda o'zi soliqqa hammasini topshirib qo'yadi. Bu korxonamizni Amerikadagi eng katta venture fondlardan biri, ya'ni Plug and Play degan kompaniyasi yaqinda mana o'tgan yili Silikon vodiysiga taklif qilgan. O'zbekistonni tasavvur qiling, nechta kompaniya bor, nechta startap bor, shuning orasidan bizani tanlab, yana 2-3 ta kompaniyani tanlab bizni taklif qilgan va biz Silikon vodiysiga borib kelganmiz. Va bundan tashqari IT Park maxsus hamkori bo'lib ishlayapmiz hozirgi paytda. Ikkinchi kompaniyamiz bu KSP degan kompaniya, ya'ni biz moliyaviy direktorlarni biznes egalariga outsourcing xizmatini, ya'ni o'sha moliyaviy direktorlarni outsourcing xizmatini biznes egalariga topshiramiz. Oxirgi natija bu siz biznes egasi bo'lib turib, foydangizni ko'paytirib berish. Ya'ni siz misol uchun mashina olmoqchi bo'lsangiz yoki kvartira olmoqchi bo'lsangiz, siz bu xohishingizni, niyatingizni bizning moliyaviy direktorga yetkazasiz va u sizga moliyaviy maxsus strategiya tuzib beradi. Qanaqa qilib biznesingiz ushbu shuncha daromad olib kelishi mumkinki, siz ertaga kvartirali yoki mashinali bo'lishingiz uchun. Va uchinchi kompaniyamiz bu Muna Media. Muna Media bu reklama agentligi. O'zbekistonda biz Xiaomi, Honor, Huawei, UnionPay, Zolotaya Korona va shunga o'xshagan katta korxonalarni, chet el katta xalqaro korxonalarni reklama bo'yicha to'liq 100% olib boramiz. Men biznesda 8 yildan beri ishlab kelyapman va har safar eng katta muammolardan bittasi bo'lgan narsa bu moliya. Moliyani to'g'ri hisoblash kerak. Ya'ni ertaga foydaga chiqishimiz kerak. Birinchi bo'lib biz reja tuzamiz. Ya'ni qanaqa qilib biz ushbu natijalarga erishamiz degan reja, qancha sotishimiz kerak va oxirida rasxodlarni qanaqa qilib kamaytirishimiz kerak va ko'proq foydaga ega bo'lish shu planini, strategiyasini har safar tuzishimiz kerak edi. Endi ushbu darsda men sizga ushbu 8 yillik tajribadan kelib chiqqan ma'lumotlarni yetkazaman, o'rgataman, sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Birinchi mavzuyimiz kichik fermerdan yirik tadbirkorgacha. Ya'ni moliyaviy savodxonlik nega sizga juda ham muhim? Videoni oxirigacha ko'ring, like bosish esdan chiqmasin va izohlarda o'zingizlarni fikringizni qoldirib qo'yinglar. Moliyaviy savodxonlik o'zi nima? Birinchi navbat siz to'liq moliyangizni, ya'ni biznesingizni to'g'ri tushunishingiz uchun. Ya'ni sizni 3 ta eng katta niyatingiz bo'lishi kerak biznesda. Birinchisi bu oxirdan boshlaymiz. Oxirida bu foyda. Siz foyda ko'rishingiz kerak. Chunki foydani siz tadbirkor bo'lib turib dividend qilib chiqarishingiz mumkin va keyinchalik xohlagan narsangizga ishlatasiz. Endi foydangiz ko'p bo'lishi uchun sizni oqimingiz ko'p bo'lishi kerak, ya'ni daromadingiz ko'p bo'lishi kerak. Lekin daromadga kelganda ko'plar nima muammo bilan to'qnashadi? Bu daromadi ko'p, lekin oxirida foydasi kam. Nima uchun unaqa bo'ladi? Chunki sizlarni rasxodinglar, ya'ni pulinglarni sarflashinglar juda ham ko'payib ketadi. Ko'p tadbirkor, ko'p biznesni boshlayotgan tadbirkorlarda shu muammo bo'ladi. Aynan moliyaviy savodxonlik shu muammoni yechishda yordam beradi. Fermerlar uchun bu ayniqsa juda ham muhim. Nega? Chunki ob-havo bor, yokida sezonniz bor, yokida narx-navolar o'zgarishlari bor. Bugun siz misol uchun 10 so'mdan sotib olasiz bir narsani, ertaga u 15 so'm bo'lib ketyapti. Siz uje buni to'g'ri hisoblashni bilmasangiz, moliyaviy savodxonligingiz bo'lmasa, siz to'ppa-to'g'ri minusga kirib ketishingiz mumkin. Ya'ni foydangiz bo'lmaydi. Siz teskarisi qatdandir qarzga olib, ushbu misol uchun sarflashni, rasxodlarni, teshiklarni yopishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri moliyaviy savodxonlik, ya'ni to'g'ri moliyaviy reja sizni risklaringizni kamaytiradi. Ya'ni ertaga qanaqadir muammoga to'qnashishingiz riski ancha kamayadi. Ertaga muammolaringiz kam bo'ladi degani bu. Bundan tashqari pul oqimlarini siz to'g'ri boshqarishni o'rganasiz. Ya'ni sizda qanaqadir biznesingizda teshiklar paydo bo'lib qolmaydi-da, qatgadir pullar uchib ketmaydi.
Chunki misol uchun siz naqd bilan ishlasangiz, naqd o'zi eng katta muammo. Naqd bilan ishlaganingizda har doim qayerdandir qanaqadir rasxod chiqib keladi, uni yopish kerak. Baribir pulimiz bor ekan deysizda, uni tiqib yuborasiz. Va eng muhimi, siz moliyaviy savodxon bo'lganingizda, ya'ni moliyaviy reja tuzganingizda, siz biznesingizni to'g'ri strategiya bo'yicha olib borasiz. Ya'ni adashib qolmaysiz. Misol uchun siz kartoshka bilan shug'ullanmoqchisiz. Lekin kimdir chetdan kelyapti-da, sizga kartoshka emas, undan ko'ra sabzi ekkaning yaxshilaydi deb qolsa, siz aldanib qolmaysiz. Chunki siz moliyaviy reja qilib bo'lgansiz. Siz bilasiz, bozor qanaqaligini, narx-navolar qanaqaligini, ertaga siz qancha sotishingizni va qancha foyda ko'rishingizni oldindan bilib o'tirasiz. Misol uchun, sizga eng oddiy narsa bu kichik fermer bo'lib turganingizda, endi kichkina joylardan narsa ekishni boshlaganingizda, keyinchalik qanaqa qilib 100 gektarlik katta tadbirkorlarga aylanishingiz mumkin. Eng oson yo'li bu to'g'ri reja tuzasiz, ya'ni to'g'ri strategiya tuzasiz. Men misol uchun niyatim katta fermer bo'lish, katta tadbirkor bo'lish, 100 gektarda ishlash. Ushbu niyatimga erishishim uchun nimalar qilishim kerak? Bitta chizib chiqasiz yo'lini. Misol uchun birinchi bo'lib 5 gektardan boshlayman. Keyin misol uchun 20 gektarga ko'paytiraman. Keyin misol uchun menga davlat yordam beradi, uni 70 gektargacha ko'paytiraman. Keyin misol uchun chet eldan investitsiya jalb qilaman-da, 100 gektargacha ko'paytiraman degan to'g'ri strategiyani tuzib chiqsangiz, keyin buni ustiga moliyaviy rejangizni o'tkazsangiz, ya'ni to'g'ri moliyaviy strategiya tuzsangiz, bu niyatingizga albatta erishasiz. Endi O'zbekistonda kichik, o'rta va yirik biznesning farqini bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni kichik biznes, mikro biznes deyiladi. O'zbekiston qonunchiligiga binoan kichik tashkilotlar, kichik biznes, o'rta va katta biznesning bir nechta farqi bor. Ya'ni birinchisi bu kichik tashkilotda oladigan bo'lsa, bu 1 yilda 1 milliardgacha aylanma qilgan biznes. Kichik biznesni olganda bu 1 milliarddan 10 milliardgacha yillik aylanma qilgan biznes. O'rtacha biznes bu 10 milliarddan 100 milliardgacha va yirik biznes 100 milliarddan yuqori aylanma qiladigan bizneslar hisoblanadi. Endi siz bir nechta tadbirkorlik subyektini tanlashingiz mumkin, orasidan bittasini. Endi boshlayotganingizda siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishingiz mumkin. Ya'ni ko'pinchalar uni YTT deyshadi. U 1 milliardgacha aylanma qiladigan bo'lsangiz, uni yuritish juda oson. Uni afzalliklari nima? Siz daromad ko'rganingizdan keyin, soliqlarni to'laganingizdan keyin to'ppa-to'g'ri hamma pullarni o'zingizga ishlatishingiz mumkin. U pul to'ppa-to'g'ri o'zingizniki, u firmaniki emas, kompaniyaniki emas. Lekin siz sherikga ega bo'lishingiz mumkin emas, ya'ni bir o'zingiz ishlaysiz va 5 tagacha xodim ishga olishingiz mumkin. Ikkinchisi bu mas'uliyati cheklangan jamiyat. MCJ deyshadi. Ya'ni MCJda siz xohlaganingizcha sherik ishga olishingiz mumkin. Misol uchun 10 ta, 20 ta nechta sherigingiz bo'lsa, hammasini olishingiz mumkin. Bundan tashqari xohlaganingizcha ishchilarni ishga olishingiz mumkin. Lekin uni qiyin tarafi, uni soliqlarini hisoblash sal qiyinroq va ikkinchisi, hamma ko'rgan daromad u sizniki bo'lmaydi. U aynan shu MCJ, ya'ni korxonangizning daromadi bo'ladi. Siz ushbu korxonani asoschisi bo'lib turib, faqatgina oylik yoki dividend orqali daromadlaringizni chiqarib olishingiz mumkin. Endi bundan tashqari O'zbekistonda xususiy korxona, oilaviy korxona va bunga o'xshagan har xil tadbirkorlik subyektlari bor. Ularni ko'rmaymiz, chunki eng ko'p tarqalgan bu aynan shu YTT va MCJ. Endi siz biznesni endi boshlayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun bir qarorga keling. Qaysi biri sizga ma'qulroq? Agar oldindan katta biznes quraman deb strategiya tuzayotgan bo'lsangiz, yaxshisi shu MCJni ochganingiz tinch. Lekin bilmayman, qo'rqyapman, qanaqa bo'lar ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, undan ko'ra YTTdan boshlang. Chunki biznesingiz o'xshamasa ham YTTni yopish ancha oson. Darsimiz yakuniga yetib qoldi va ushbu darsimizda nimalarni bilib oldik. Birinchi navbat, bu moliyaviy savodxonlik sizga risklarni kamaytirishda yordam beradigan narsa. To'g'ri strategiyani tuzishda yordam beradigan narsa. Ya'ni keyinchalik reja tuzayotganingizda sizga ancha oson bo'ladigan va yo'lingizni osonlashtiradigan narsa. Uchinchisi,
biznesda qiyinchiliklarni osonlikcha yengib o'tasiz va eng muhimi biznesni endi boshlayotganingizda to'g'ri tadbirkorlik subyektini tanlashini o'rgandik. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor agar endi boshlayotgan bo'lsangiz yoki MCJ agar katta biznes qurmoqchi bo'lsangiz va strategiyangiz ko'p yillik strategiya bo'lsa. Va bularni hammasi o'zi nimaga kerak? Oxiri natijasi bu ko'proq foyda ko'rish va sizni katta niyatlaringiz bo'lsa, ushbu niyatlarga erishish. Chunki moliyaviy savodxonligingiz bo'lmasa, siz 100% mag'lubiyatga uchraysiz.